Ertalabki nima edi? Tilim keldi. Ertalabki majlis tugadi. Hamma ishga. Ha, bo'ldi. Xafa bo'lmadi, uzun undab qo'ygan. Bo'ldi. Sen ham ishing ko'r. Ha? Gapiring. Bo'lak, ana rasvetkasini ko'rsatib. Tez-tez. Mana bunaqa ko'ylarimizda yana paftor olib kelamiz. Yo'q, Hamma deydi. kutdi boru mashina, hamma kutdi. Baxtlik bunga boshqasi ssenariy o'ylab topganding a? Paftor mana. Motor qilish kerak, ular kechqurun biz qanaqa uxlamasdan olib keldik. Fanni qo'ysang o'taman. Mana mashina qaranglar qancha kutdi odamlar bor. Kashfasi zo'r, ranglari ham neopechniy, har xil rasvetkadan ro'mol, obuflar bilan tushib ketaveradi. Bunlarni bilamiz, ignimda ikki xil rasvetkadan keldi, yana paftor. Mana bunisi novinka, ko'rsanglar bo'ladi. 90 ga ikki taraflama kiyiladi, bu tarafi gulli. Har doimgidek aytganingizdek spotlab ko'rsatish kerak-ku. Zamochkalar ham ikki tarafga aylanadi. Razmerlari 46 dan boshlanadi, 56 gacha. Boshqa rasvetkalaridan o'sha iminniy rasvetkalari bor. 60 lari ham bor. 250 ming so'mdan narxi, kashfasi zo'r, ko'ringlar, qanaqa chiroyli. Hamma kiyversalar bo'ladi, neopechniy variantda. Bu ko'ylagimiz yosh ham tanlamaydi, joy ham tanlamaydi. Boshqa narsalar ham assortimentda juda katta olib kelganmiz. Mana bu ko'ylakdan tigrovkasi chiqibdimi? Zo'r. Dahshati, Hamma chiroyli. narsa bilan to'g'ri kelaveradi. Bu ko'ylakni o'zi qaranglar, gulli varianti. Matosi ham chiroyli. Matosi ham yumshoq. Oldidan ko'rsatdik. Tigrovkani bilasizlar, umuman yillar davomida modadan qolmaydi. Oldinlarki mo'challi variantda. Tigri ham rashi zo'r tigr. Qoshlari ham ichiga kirgizib tikilganda to'kilib ketadi. Umuman o'ylamanglar. Men bilan-a? Nimasan sen de? Ha, matosi ham bor. Nima bu? Jatka matodan. Juda ham chiroyli. Nusxasi ham chiroyli. Nusxasi, anaqa. Juda ham bir. Nemisni. Da. 48 dan boshlanadi, 60 gacha razmerlar. Fistashka rangi ham bor edi, bilasanmi? O'sha. Tugaganda, pafto. Lekin ko'p emas, skladdan chiqdi, to'g'risini aytsam, ko'p emas. Mana shu 8 dona qoldi bundan. Variantda ko'ylagimiz bor. Ko'pchilik ham shunday bo'ladi. Maza qiladi. Mana bular yana qilyapsiz. So'rama. Hamma ochiq rasvetka so'rayapti. Yo'qka, men hayitga ham kiyishga. Ochiq rasvetkalar kerak deyotganlarga. Mana ranglari ham zo'rku. Juda ham chiroyli. Mana bu gulini oldida kurjvasini ko'rsatdik. Kurjvasi guliga moslanib qilingan. Juda ham chiroyli. Ro'mollarni ham shunaqa rasvetkada o'rasangiz. Zo'r tarafi 48 dan 58-60 gacha razmer. Ustingga chopaning bittasini yeyishdi. Guli, ustingga bittasini yech. So'qityapsanmi? Mana buni qaranglar, oq qora ham umuman tiling to'q qolmaydi. Uncha chiroyli bu. Mana Juda chiroyli. Qizil gulni, mana shunaqa guli keldi. Endi ko'pchiliklar qizil gul xohlamaganlarga mana shunaqa gullar. matosi hamchi yumshoq, maza qilib kesiladi. Matosi Mana вообще bundan zo'r. pastdan keladimi? Nima bu? Ular duboyka. Buni hamma rasvetkasini ko'rsatdingmi men buni? Uni ko'rsatdim. Tigrovkaligi bor-da, To'q tigirni ham ko'rsat, uni ham paftor. Rasiz to'q tigir so'rashgan ko'p bo'ldi. Bir kelib qaytib kelmadi. Mana yana kelgan. Ko'rsataylik, mana to'q tigir xohlaganlarga juda ham chiroyli. Umuman qomatinglarni bukslar qoni bir kunlarga bemalol to'kib ketaveradi. Duboykalarni, rasvetkalarni bir ko'rsatib o'tdik. Endi uzoqroq video bo'ladi. Yumshoq mato. Do'yin matosi. Dilinasi ham uzungina. Uzun dilina. Shimlari ham kengina. Tiklayotishim. Razmerlari 50 dan 60 gacha. Och rasvetkalari kelgan, atlas nusxasi kelgan, oranjiviy nusxasi kelgan. Mana kupra gulligi, kupra-da, matos kupra shtapel mana. Rosa zo'r, kupra shtapel ko'rasizlarmi? Вообще zo'r. Kantini tushganini qarang, bir-biriga. Keyinchi sizlar ozgina e'tibor berasizlar. Bularni hozir pochkadan ochmayman, tashprisda kelganda. Bular g'ijim bo'lmasligini ko'ryapsizlar. Rangini ko'ryapsizlar. Mana shunaqa och ranglar so'rovdi klientlar, rosa och rang olib keling deb, to'lalar ham och rangni xohlashadi. Baribir nima? Qorrada burkanib qolmaydi-ku. Anu jin taxta gulligi kelgan. Mana shunday ko'rsat. Oq qorasi ham kelgan. Wow. Zo'r-a? Bu boshqacha anaqa rebanali deb o'yka. Lekin hammasining ham matosicha yumshoqqina va mazza qilib to'shaling deb o'ykada.
Hammasini ham shimlari keng, mush to'kilib turadi. Mana bu uzunligini qaranglar, tizidan tushib turibdi-da. Mana bu oq qorasi. Trend bu, atlas nusxali, umuman modadan qolmaydi. Umuman modadan qolmaydigan chiroyli rasvetka. Keyin nima? Voy, mana bunaqa anor go'zalliklar ketdi. Maza qiliblar, mana bu. Mana bulardan pastor kelibdi, eminlikda mana shuni aytib o'tish kerak. Mana qancha zakaz bilan, qancha 3 xil rasvetkada kelgan. Bu 3 xil yengil rasvetkalari kelgan. Ko'ringlar. Buni vashali kiyib obzor qilib berishga harakat qiladi. Juda ham zo'r. Rebanalarni ham ko'rsatgan. Buni naryadni kiysa ham bo'ladi, pastivdeni ham bemalol kiyib ketaveradi. Rebana qo'llarini. Keyin bu joy ham tanlamaydi. Ko'ryapsiz, jemchuqlari qoqilganda, buni jemchuqlari rosa Nima zo'r. qilib ko'rsatib? Mana qoqilgan jemchuqlari. Tushib qoladi deb xavotir olmaysiz, одноразовый emas-da bular. Mazza qilib kiyadigan narsa. Yuvib kiyasiz. Matosiga hech narsa taqmaydi. Bodom gulni bilsangiz, hech qachon modadan qolmaydigan narsa bodom gullar. Umuman modadan qolmaydi. Rosa ham chiroyli narsa. Bu anaqa tarafimiz bo'lkali, o'zi qorni bor, buksa bor, kiyinilgan bemalol to'g'ri keladi. O'zbek ayollar birinchi o'rinda karmaniga qaraydi. Karmanlari ham bor sizlarga. Oldilar tugmachali variantda kiyib yetishiligi udobni. Voy, mana chiroyli. Matosi zo'r, ipek kuprada. Bular shunaqa zo'r to'kilib turadi ustingizda bor-ku. Matoning chiroyligini qarang. Nusxalarni ko'ryapsizmi? Oldilari va 50 dan 60 neobычный. Razmerlari, kumpololar, kilovrasilar. Mana. Mana bunaqa ko'ylaklarimiz ham pastor ranglar bilan kelyapti. Mana bu ko'ylagimiz. Kengina ana o'zi mazza qilib keldi. 60 kiydigan kiyimlarimizga ham to'g'ri kelaveradi. 46 dan 60 gacha. Buni chiroyli nusxalari kelgan. Guli shuni ham bir ko'rsatib o't. Uni rangini so'raganlar juda ham ko'p bo'lyapti. O'shani oq qoraligi, u bejli edi. Mana bu esa oq qoraligi. Rosa chiroyli bu ham. Juda chiroyli. Mana qarang, kiyimligini to'kilib turish mazzami? Yana nimalar bor? Yana chiroyli rasvetkalari bor. Mayda gul kelgan. Makiyaj faollar kiyim. Qo'yni ro'mol, dvoga, har narsa bor. Bemalol kiyinib bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mayda gul. Mayda kupra gulli. Qarang. Nusxasi необычный. Mana och ranglarni xohlaganlarga jinsiy rang hech qachon modada qolmaydi. Meni eng sevgan ranglarimdan bu ham. Jinsiy rang ko'p kiyaman. Jinsini boshqacha yaxshi ko'rasiz. Jinsi ko'p kiyaman, jinsiy rang kiyam. Jinsini o'zini ham ko'p kiyaman, jinsiy rang ham ko'p kiyaman. Fistashka juda ham chiroyli. Juda chiroyli. Ham kiyimligini qaranglar, mamlari ham keng. Hech qachon modadan qolmaydigan ranglar. Bularni oddiy bilan umuman almashtirmaysizlar. Assortiment bizda juda katta. Dvoyka, qo'yni, ro'mol. Ro'mol deganda qaracha ro'mol kelgan. Shuni bitta postimizda ko'rsatib o'tib ketishing kerak. Mana shuni ustida bo'lish kerakmi qaracha ro'mol? Baxtbekjon bolam qaracha ro'molni qo'yib yubor. Endi biz ko'proq YouTube'ga ham joylaymiz videolarimizni. YouTube'da bemalol video post anaqalar uzoq bo'lsa ham bizani obunachilarimiz yosh kattalar ko'proq bo'lgani uchun ko'rishdan erinishmaydi. Mazza qilib ko'rishadi. Qaracha ro'molimiz kelgan. Mazza. Judayam zo'r. Bodom nusxali. Matosini yumshoqligini havo o'tkazadi. Mazza qilib bo'lishingiz bo'ladi. Ranglari bilanmi? Ranglari bilan. Shunaqangi bir nafis. Bunaqalarni qarang. Anaqasi ham ushlanishi ham osonda. Jinsiy ranglari oq, qora, to'q. Bularga hamma ko'ylagilar ham tushib ketaveradi, chunki bularda har bitta rangi uyg'unlashtirilgan bir-biriga. Ham yumshoqman. Yuqori turadi. Qo'lga ushlashinglar ham mazza qilasizlar bor. Haqiqatda chiroyli.
bir dunyo-ku. Bo'lganicha ko'rsatgan, bizada shunaqa ro'mollar bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Xaridga ko'pchilik aytadi, ko'ngllarim ko'p deydi. Lekin baribir nimadir yengil narsa kiyishni xohlashadi. Hech bo'lmaganda bitta ro'mol olay deydiganlar bor. Ro'molni endi oddiysini olgisi kelmaydi. Bitta ro'mol olgandan keyin normalniy ro'mol olay deydi, bitta ro'mol olay deydi. O'sha obunachilarimizdan bemalol kelishlaringiz mumkin. Ro'mollarni ham trenddagisi boshingizda turadi 5 shapka, bir xil shapka kiyolmaydi. Masalan, men ham shapka kiyishni kiymayman ham deyarli. Shapka kiymaydiganlar uchun ham zo'r. Boshda turadigan ro'mol. Yoshi kattalar ko'proq o'raydi qarachani, lekin men o'zim hali yosh bo'lsam ham Qarachani sevaman. qarachani sevib turib o'rayman. Mana kadr ortida turganim uchun ko'pchilik yoshi katta deb o'ylashadi. Semiz, yoshi katta deb o'ylashadi, lekin bunaqa emas. men hali kichkinaginaman. Yoshim Kichkina ham kampircha. kichkina kampircha mana. Nima deysan, anaqa gaping bor edi. Bitta gaping bor edi seni. Bir bola deysan, esimdan chiqdi lekin. O'z qulog'ingizga aytaman hozir. Qaranglar, qanaqa chiroyli, yumshoq mazza qilib o'raysizlar. Matosi ham zo'r. Bularni-chi? Qaranglar. Hamma joyga o'rasanglar bo'ladi. Podarkaga bergan insonlarni, masalan, buvijonlarimiz, oilalarimiz bo'ladimi? Duon tagida qolib ketasizlar-da. Rostdan. Zo'r duvoni olay desangiz, bularingizga hayitga olib borib sovg'a qilasizlar. Duvoni zo'rlanib berishadi. Chunki inson sovg'ani olib, baraka topib kiysa yo biron bir anaqasiga ehtiyojiga ishlatsa, duoni zo'rini qiladi. Chunki har o'raganida duo qiladi buni. Bir martaga qilib bo'ldi emas bu. Har bir o'raganida duo qiladigan ro'mol. Shu bo'ladi deydi-yu. Rasvetkalar juda ko'p. Короче, rasvetkalar ko'p kelaverasizlar. Assortment katta, bitta shu emas. Ko'rsatilmagan narsalarimiz ham ko'p. Shunaqa chiroyli ranglar bor. Baloto'y ranglar ham juda ham sevishadi. Yosh kattalar ham yaxshi ko'rishadi. Rosa chiroyli ekan. Hammasi bir-biridan chiroyli. Hammasi o'ragim kelyapti. Katta buvi bo'lgan. Buni hammasini ochib tashladim. Buni joylab chiqish kerak bo'ldi. Xullas-da, bo'ldi. Xullas, hammanglar magazinda kutib qolamiz. 12 ta viloyatga dastavkamizda ham bor. Bemalol kelaversanglar bo'ladi. Guli, yot shu yerga yot deyotdi vaqtlik. Spanli deyotdik. Mana senga spanli. Yot endi ustiga. Mayli, unda obunachilarimiz sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.